Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. 16 yoshda Husanovni hali hech kim tanimagan edi. Qozog'iston terma jamoasi bosh murabbiyi Dastan Satpayevni O'zbekiston yulduzi bilan solishtirdi. Qozog'iston terma jamoasi bosh murabbiyi vazifasini bajaruvchi Ali Aliyev Qayratning 16 yoshli hujumchisi Dastan Satpayev haqida fikr bildirdi va uni Manchester Cityning o'zbek himoyachisi Abduqodir Husanov bilan solishtirdi. Dastan Satpayev bu yulduzcha. Men uni yaqinda Husanov bilan solishtirdim. Balki 16 yoshda Husanovni hali hech kim tanimagan bo'lishi mumkin. Bugun esa 16 yoshda biz Dastan Satpayevni Chelsiga sotdik, dedi Aliyev ULC'ga qarshi o'yindan oldin o'tkazilgan matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, Chelsea va Qayrat Dastan Satpayevning transferi bo'yicha 4,3 million yevro evaziga kelishuvga erishdi. Futbolchi 18 yoshga to'lganidan so'ng u Angliya klubi bilan rasman shartnoma imzolay oladi, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.